ushbu maydonga ko'tarangi ruh bilan Sharqi Turkistonning bayrog'ini egiz ko'tarib, Xitoyning bosmachilig'iga yo'q, ozodlikka ha, erkinlikka ha, Uyg'urlarga erkinlik, dunyoga tinchlik degan muqaddas shuarni to'lash uchun bu yerda qimmatlik vaqtni chiqarib kelgan aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Ushbu rohinglardan Shvetsiyada yashayotgan va bugungi bu namoyishda biz bilan har qanday bir sabab bilan bo'lmagan qarindoshlar o'rgansin. Sonimiz oz, kuchimiz ojiz bo'lsa-mu 35 million xalqning irodasiga, erkinlik orzusiga vakillik qilib hammamiz bu yerda jam bo'ldik. Odamning jiq bo'lishi, oz bo'lishi muhim emas. Haqiqiy da'voyimizdan voz kechmaslik. Bir nechimiz vakil holatda bo'lsa-mu, bu da'voni oldiga mang'uzib, keyingi avlodlarga saq topshirib berish bizning hozir bizden davr talab qilayotgan, vatan da'vosi talab qilayotgan bir talab. Biz bu talabni sonimizning ozligiga qaramay, kuchimizning ojizligiga qaramay, Xitoy zo'ravonlarining oldida qo'rqmay, Sharq Turkistondan Xitoy chiqib ketsin deb maydonimiz aniq, bayrog'imiz ro'shan. Holda kelganimizning o'zi maqtashga tegishlik, qadrlashga tegishlik bir himmat, bir jasorat. Biz hozir shvets tilida Xitoy hokimiyatiga yozilgan uchiq xat, Xitoy elchixonasiga yozilgan uchiq xatni o'qib o'tib, uningdan keyin lipopaga solingan uchiq xatni Xitoy elchixonasiga topshiramiz. Hammanglarga vakolatan shvets tilida Uyg'ur ma'rif uyushmasining yozgan shvetscha uchiq xatini o'qib o'taman. Öppet brev om Östtürkestan till kinesiska ledningen. Ärande ambassadör Chen Yoming, hör ni? Är ni inne? Här vi är in på att svara nej på frågan om Östtürkestan, Xinjiang ska fortsätta vara en del av diktator Kina. Här vi är in på att svara ja. Frågan om Östtürkestan ska tillbaka sin självständighet. Vi kom inte hit för att rösta eller be om barmhärtighet från Kina. Utan vi kom hit för att kräva kinesiska regeringen de ska avsluta sin olagliga ockupation i Östtürkestan. Stulna pengar måste återlämnas till sina ursprungliga ägare. Och den landet som ockuperade ett annat land måste erkänna sin fel och avsluta sin ockupation. Om de vill leva som snäll i grannar varandra. Det är grundregler för frihet och fritt. Idag lever Östtürkestan i världen som inte är jämlikhet. Uigurer och kineser är inte lika rättigheter och förutsättningar. Exempelvis, uigurerna diskrimineras i sitt eget land. Uigurerna har inte lika makt som kineser i Östtürkestan. För att arbeta
mot ökad jämlikhet är det viktigt att uigurerna måste ha frihet och Östturkestan måste ta tillbaka sin självständighet. Ärade ambassadör Chen Yumil, vi vill be att ni ska uppmana Iran-regeringen att stoppa den våldsamma kommuningen i Östturkestan. Vi ber även kinesiska regeringen att stoppa den falska propagandakampanjen i kinesiska medier som skapar fiendskap mellan östturkestanier och kineser. Vi kan lösa våra konflikter när vi sitter vid dialogbordet och när vi respekterar de alla historiska bevisar som visar att Östturkestan var inte en del av Kina. Hoppas våran budskapet har kommit till eran öron och ni ska skicka våran tal till Peking i Kina. Vi vill ha rättighet. Vi vill ha jämlikhet. Vi vill ha frihet. Frihet för uigurer. Frihet för uigurer. Frihet för uigurer. Fascist Kina. Terrorist Kina. Fascist Kina. Terrorist Kina. Fascist Kina. Terrorist Kina. Kineserna ur Östturkestan nu! Fascist Kina! Fascist Kina! Xi Jinping är mördare! Xi Jinping är mördare! Fascist Kina! Terrorist Kina! Frihet för uigurer! Frihet för Östturkestan! Frihet för uigurer! Vi vill ha rättighet! Vi vill ha frihet! Şivsiyada yaşavatkan her berçilik Uygur ammısıga vakaleten yazılgan uç xat Xitay yoki uç xatninki kopiya nusxasi Xitay elchixonasiga topshirildi va oldinlarda o'qib o'tildi. Hozir bir ikki nafar so'zmanninki so'zini anglagandan keyin hammanglarga ma'lum Xitoylar Muşu Somaliya, Yemen boğazıda deniz bexatarligi vazifasini o'tayotgan deniz armiyalaridan 3 paraxutda taxminan 800 nafar askarini muşu 1 oktyabr kunni dağdığılık qutluqlash Uyg'ur tashkilotlariga inson haqlari tashkilotlariga hayva qilish davxo'lik qilish uchun Sulusundagi Birka terminalda yoki Viking Line terminalda 2 kundan beri Xitoyning 3 paraxuti 800 nafar yalangtosh askari yetib kuchga o'kityotidi, davxo'lik qilyotidi, tahdid selyotidi bizga. Biz mushu namoyishdan keyin har bir mashinaga kichik bayroqdan 2ni chiqarib bizmi canımızga tushliq, himmatimizga tushliq, mana shu Sulusundagi
Xitoy askeri paraxotlarining oldidan paraddan o'tib, bizmi mavjudiyatimizni boqib qo'yamiz. Jidal chiqamay, tinch shaklda Xitoy paraxotlarining oldida bir o'zimizningki bayroqlarni namoyon qilib, bizningmi 800 askarimiz bo'lmasimi, 80 yigit, 80 qiz beshining borlig'ini, yurak borlig'ini, himmat borlig'ini, jasorat borlig'ini, Shvetsiyadagi Uyg'urlardagi hayot ekanligini askarlarning oldida namoyon qilib, bizmi o'zimizga shunaqa bir parad o'tkazib qo'yib, meningkin uylarimizga qaytishimiz, chaypay ichishimiz inshaalloh. Taklimakan Islom madaniyat markazidan Umar Maqsumning bir qisqa yurak so'zi qilib berishga tegib qilaman. Qani Umar Maqsum, marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الله سبحانه وتعالى hammamizga bu diniy va milliy mas'uliyatni tunug'ul nisb qilganligiga Allohga chaqsiz hamd sanolar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo har vaqt bizlarni o'zining to'g'ri yo'llari va to'g'ri ishlaridan avratmasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu bechora millatninki, g'arib millatning g'amini yeydigan, har vaqt ularninki ozodligi, erkinligi, buning jon ko'ydirib ishlaydigan yaxshi fidoi ishlarni qatoridan qilsin inshaalloh. Hammamizningki oilamiz va bolalarimiz va ishlarimiz va bola-chaqamiz va hammamiz mashg'ul aldirash. Shunda turuqli holatda bu yerga bugun hammalar qimmatli vaqtlarni chiqarib bu yerga bu Xitoyninki qilgan zulmlarga qarshi jurg'ishib kelgan har qanday qadamlarga Alloh subhanahu va taolo yaxshilik yozsin inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo mishaga kiranmagan, kirish niyati va ham kiranmagan, ham kirishga himmat qilmagan hamma Uyg'ur va Uyg'ur musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo himmat ato qilsin deb ularning haqqini duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu millatning beshini bu qorong'u kunlarni ko'taryapsa, bu uzlak bo'lib qolmaydi endi. Chunki biz bu Qurbon hayit namozi o'qish jarayonida o'qilgan xutbaning mazmunida fidokorlikning naqadar muhim ekanligini, inson qilgan fidokorligininki mukofotini dunyoda ham oxiratda ola oladiganligini, ham olganligini, buning nurg'un misollarni keltirganligimizni hammanglar bilasizlar. Shunga biz o'zimizningki shu bechora millatninki ozodligi, erkinligi uchun biz fidokorlik ko'rsatmasak, qo'limizdan kelganini qilmasak, ham ustimizga yuklangan bu majburiyatni ado qilmasak, bu hargiz o'zlik bo'lib qolmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir millat o'zining ahvolini o'zi o'zgartirishga tirishmaguncha Alloh subhanahu va taolo u millatning ahvolini o'zgartirib qo'ymaydi deb bayon qilingan. Shu sababdan biz bu ig'ir kulfat, bu musibat kunlardan qutulib tezroq biz qutulib bir erkinlikka chiqaylik demoqchi bo'lsak, biz o'zimiz tirishimiz lozim, o'zimiz fidokorlik ko'rsatishimiz lozim, qo'limizdan kelganini buni qilishimiz lozim, qo'limizdan kelmaganga tirishimiz lozim. Hargiz bir narsa o'zlikka bo'lib qolmaydi. Buni hammamiz bilamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalariningki oilalarga sog'lomlik va tininglarga sog'lomlik va oilalarga barakat ato qilsin. Har vaqt o'zinglarningki mas'uliyatinglarni sizdigan ham mas'uliyatini ado qiladigan kishilar qatorida qilsin inshaalloh. Hammalarningki bu yerga jam bo'lganliklaringizga ko'p rahmat. Uyg'ur komitetiga vakolatan Qurbonjonni ikki og'iz so'z qilib berishga taklif qilaman. Qani Qurbonjon, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun biz bu yerga Xitoy hukumati vatanimiz Sharq Turkistonni besib olganligining 60 yilligini kutib bu paytda biz bu yerga noroziligimizni bildirish uchun yig'ildik. Xitoy hukumati vatanda noita dag'dug'liq Uyg'urlarni ondaq bayashat qilib, mundaq bayashat qilib deb noita dag'dug'liq tabriklayotdi. Yaqında bütün dünya biladi. Şu bayashat turmuşning şu Xitoy atalmış tashkilotdan atalmış bayashat turmuşini tashlab nurg'ulg'an qarindoshlarimiz Tayland va Malayziya degan davlatlarga
yurtni tashlab chiqib ketganligini butun dunyo biladi. Demak, Xitoy hukumatiningki bu uzun degan gapini amaliyat butunlay inkor qiladi. Bu 60 yıldan bu yan Uyghur halkı bir gün mü tinch yatgan emas. Xitoyning bu atalmış avtonomiyani qabul qilib bir kun mü tinch yatgan emas. Bu kurash davom etadi. Hozir qadar biz bu avtonomiyani ham Xitoyninki bu atalmış ozodlikni qabul qilib boqmadik. Bundan keyin ham qabul qilmaymiz. Bu kurash ta Muşu kök bayrakını vatanımız Şarkı Türkistan'a qadağan kadar davamlaşıdı. Köpçülükке rahmet. Ömer Mahsun bir kısqı dua qilsin. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah bizlerden qıpsağın günahlarını sen keçim qılğarsan ya Allah. Ya Allah bizlerninki bilib bilmək qıpsağın günahlarını sen keçim qılğarsan ya Allah. Bizden qılan günahlarımızın sebebiyle sen şu yurttaki yaxşı kişilerini sen azaltmağaysan ya Allah. Onlara sen her xil sınaqlarını keltirməyəsən ya Allah. Ya Allah senden başka iltica qılğısı yok, senden başka ilgisi yok, senden başka tayancısı yok. Şu biçara milleti sen ilgi çıkarsan ya Allah. Şu milleti sen yardım qılğarsan ya Allah. Onlara sen çıkışı ata qılğarsan ya Allah. Şu turmuğu eğlenilen şu biçara kıyandashlarımızı sen sabır ata qılğarsan ya Allah. Onlara tizinin çıkışı ata qılğarsan ya Allah. Ülüp ketkenlere sen rahmet qılğarsan ya Allah. Son yana şehit olup ketkenlerinin manğa yolur, manğa nisip qılğarsan ya Allah. Ya Allah o yer yetip ketken, ağırıp ketkenlere sen şifa ata qılğarsan ya Allah. O yerde kapılan, musibet kapılan kişilere sen sabır ata qılğarsan ya Allah. Ya Allah bizlerge mevsimindeki yaxşı bendirin manğa yolda manğa nisip qılğarsan ya Allah. Yaxşı işlerini qılğarsan ya Allah. Her vakit üstümüzdeki olan mesuliyetini sen unutturmağaysan ya Allah. Her vakit üstümüzdeki olan dini ve milli mesuliyetini unutturmağaysan ya Allah. Her vakit bizden sen yaxşı işlerini aratmağaysan ya Allah. Her vakit yaxşı işlerini qılğarsan ya Allah. Şu yaxşı işlerini qılış arqılıq seninki yılanda hayatımızda ahvaçta qılğarsan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Bir şey kelgenlerin hammanlarınki Allah subhanahu wa ta'ala ailene bereket ata qılsın, tellerine sağlamak ata qılsın ve ağın her bir kademlerine Allah subhanahu wa ta'ala hasret ecri ata qılsın inşallah. Hoş rahmet, Allah'a emanet.